Saharlikka ovqatingiz tayyormi? Voy, bunaqasini hali yeb ko'rmagansiz. Noodatiy taomimizni tayyorlash uchun ishimizni xamir qilishdan boshlaymiz. Iliq suvga droji, shakar, tuz, tuxum yaxshilab aralashtirib, ozgina-ozginadan un solib xamir qilib olamiz. 15 minut tindirishga olib qo'yganmiz. Xamir tinguncha nachinkasiga o'tamiz. Svetofor bolgarskiy, kartoshka, pomidor, tovuq filesi. Hammasini o'rtacha kattalikda to'g'rab olamiz. Qizib turgan yog'imizda birinchi bo'lib kartoshkamizni qizartirib, qovurib, keyin tovuq filesini xuddi o'sha yog'da qovuramiz. Aralashtirib soya bilan yana ham mazaliroq. Pomidor va svetofor bolgarskiyni ham alohida qovurib olamiz. Tegini o'chirib qo'yamiz. Aralashtirvorlarimga har doim qiziqasizlar. Telegram kanalimda to'liq retsepti bor. Tingan xamirimni xuddi videoda ko'rsatilgandek yoyib, kichkina uydagi bor qozonchangizga xuddi videoda ko'rsatilgan ketma-ketlikda nachinkalarimizni terib chiqamiz. Sir, tovuq, qovurilgan bolgarskiy, kartoshka, qozonimga yopish qolmasin tez sariyog' surib qo'yish esdan chiqmasin. 220 gradusda 30 minut duxovkaga yuboramiz. Pishiga 5 minut qolganda folgasini ochib qo'ysangiz, shunaqa qizarib chiqadi. Oo, bunisi zo'r chiqibdi-yu. Ishtahingiz ochilib ketgan bo'lsa, rechani bosib, yaqinlaringizga videoni yuborib qo'ying. Video oxirida sizlarga katta sovg'alarim bor. To'xtang, hali ham rechani bosib qo'ymadingizmi? Katta sovg'alarimdan quruq qolib ketmang. Oy, boshim og'riyapti. Choy damlab berasizmi? Voy, davleniya tushiradigandan damlab beraman. Hamma joyda shuv-shuv bo'layotgan o'sha Ahmad Tik kardamon choylari davleniyani stabil holatda saqlab berib, og'ir kundan keyin xotirjamlik baxsh etadi. Ayni ro'za oylarida sizga quvvat berib, ruhiy yengillikka ega bo'lasiz. Har qanaqa taomni yengil hazm qilib, organizmga yoshlik energiyasini his qildiradi. Mazasiga gap bo'lishmas olinglar. Bu hali hammasi emas. Bittagina shartni bajarib, shuncha sovg'ani yutib olish xolismi? Instagram sahifangizda 1-aprelgacha Ahmad Tina kardamon choylari bilan video yoki rasm oling va o'z sahifangizga joylashtirib, Ahmad Tiva mana akkauntimni atmetka qiling. 1-aprelda sovg'alarni o'ynaymiz.